Rossiya Kiyevga zarba berdi. Qurbonlar va yaradorlar bor. Bag'doddagi AQSh elchixonasiga raketa hujumi uyushtirildi. Putin Trampga Erondagi uranni Rossiyaga olib chiqishni taklif qildi. Tramp Eronga kelasi hafta kuchli hujumlar bo'lishini aytdi. Isroil havo hujumi Livanda 12 kishi shifokorni o'ldirdi. Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon raketa uchirdi. Endi esa bizda batafsil. Rossiya Kiyevga zarba berdi. Qurbonlar va yaradorlar bor. Bugun 14-martga o'tar kechasi Rossiya tomonidan Kiyev viloyatiga raketa va dronlar bilan berilgan ommaviy zarbalar oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Yana 15 kishi jarohatlandi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Nikolay Kalashnik ma'lum qildi. Qayd etilishicha, viloyatning 4 ta tumani o'qqa tutilgan. Eng katta talofatlar Obuxo va Brovariy tumanlarida qayd etilgan. Umumiy hisobda 30 dan ortiq obyekt, jumladan ko'p qavatli xususiy turar joy binolari, o'quv yurtlari, hayotiy muhim infratuzilma korxonalari, ishlab chiqarish va omborxonalar hamda avtomobillar shikastlangan. Insider UA nashrining yozishicha, hujumdan ko'zlangan asosiy nishonlar Tripoli issiqlik elektr stansiyasi hamda Kiyevni Rivne atom elektr stansiyasi bilan bog'lovchi Nalikovkadagi podstansiya bo'lgan. Kiyev shahri va Kiyev viloyatining Bucha tumanida elektr energiyasini favqulodda o'chirish tartibi joriy etilgan. Bag'doddagi AQSh elchixonasiga raketa hujumi uyushtirildi. Shanba kuni Bag'doddagi AQSh elchixonasiga raketa kelib tushdi. Buning oqibatida qattiq qo'riqlanadigan yashil zonadan tutun ko'tarildi. Xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, snaryad bevosita elchixona hududidagi vertolyot maydonchasiga kelib tushgan. Zarar ko'lami hozircha o'rganilmoqda. Biroq xabarlarga ko'ra, hodisa vaqtida obyektning havo mudofaa tizimi qisman vayron bo'lgan. Bu haqda aljazira.com xabar berdi. Ushbu hujum mintaqadagi keskinlik kuchaygan AQSh kuchlari va Eronga moyil qurolli guruhlar o'rtasida tez-tez sodir bo'layotgan to'qnashuvlar davrida to'g'ri keldi. Ushbu hujum mintaqadagi keskinlik kuchaygan AQSh kuchlari va Eronga moyil qurolli guruhlar o'rtasida tez-tez sodir bo'layotgan to'qnashuvlar davriga to'g'ri keldi. Hujumdan biroz oldin Eron qo'llab-quvvatlaydigan Kataib Hizbulloh guruhiga qarshi alohida operatsiyalar o'tkazilgani va 2 a'zosi halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. AQSh elchixonasi yaqinda 4-darajali xavfsizlik ogohlantirishini e'lon qilib, Iroqdagi Amerika manfaatlari Tehron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan guruhlar nishonga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rasmiy manbalar tomonidan qurbonlar borligi tasdiqlanmagan va AQSh elchixonasi hujum yuzasidan hali rasmiy bayonot bermadi. Turli davlat muassasalari va xorijiy diplomatik vakolatxonalar joylashgan yashil zona joriy mojaro boshlanganidan beri tez-tez raketa va dron hujumlariga uchrab turibdi. Mahalliy kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, ushbu dushmanlik harakatlari Washington va Tehron o'rtasidagi so'nggi haftalarda sezilarli darajada kuchaygan prostik kurashning aksidir. Putin Trampga Erondagi uranni Rossiyaga olib chiqishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShga Yaqin Sharqdagi urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv doirasida Erondagi boyitilgan uran zaxiralarini Rossiyaga olib chiqishni taklif qildi. Bu haqda Axios xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Putin ushbu taklifni joriy yilning 9-mart kuni AQSh prezidenti Donald Tramp bilan bo'lgan telefon muloqoti chog'ida ilgari surgan. Axios manbalariga ko'ra, AQSh prezidenti bu taklifni rad etgan. AQSh va Isroil Erondagi rejimdan yadro quroli yaratishdan voz kechishini talab qilib, mamlakatga qarshi urush boshlagan edi. Axios yozishicha, Tehron ixtiyorida 60% gacha boyitilgan, taxminan 450 kilogramm uran mavjud. Ushbu zaxiralarni bir necha hafta ichida qurol darajasidagi 90% gacha yetkazish va 10 ta yadro bombasi yaratish mumkin. Bu taklif birinchi marta berilayotgani yo'q. U qabul qilinmadi. AQShning pozitsiyasi shundan iboratki, biz uranni xavfsiz saqlanishiga to'liq amin bo'lishimiz kerak, deydi Donald Tramp ma'muriyati vakili Axios nashriga. Tramp Eronga kelasi hafta kuchli hujumlar bo'lishini aytdi. AQSh prezidenti Amerika armiyasi Eron rejimini to'liq yo'q qilayotganini bildirdi. Shu bilan birga u kelasi hafta Eronga qarshi juda kuchli zarbalar berilishini ham e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron rahbariyati vakillari u aqldan ozganlar deb atagan shaxslarni o'ldirish uning uchun ulkan sharaf ekanini aytdi. Ular 47 yil davomida butun dunyo bo'ylab begunoh odamlarni o'ldirib keldi. Endi esa men Amerika Qo'shma Shtatlarining 47-prezidenti ularni o'ldiryapman. Bu ulkan sharaf, deb yozdi Tramp 13-mart juma kuni o'zining ijtimoiy tarmog'ida. Uning so'zlariga ko'ra, ayni paytda amerikalik harbiylar Eronning terroristik rejimini to'liq yo'q qilayotgani va AQSh g'alaba qozonmayapti deb o'ylash xato ekanini aytdi. Trampning ta'kidlashicha, Eron floti yo'q qilingan. Bu mamlakatning harbiy havo kuchlari esa endi mavjud emas. Bizda misli ko'rilmagan o't ochish qudrati, cheklanmagan o'q-dori zaxirasi va ko'p vaqt bor. Bu aqldan ozganlar bilan bugun nima sodir bo'lishini ko'rasizlar, deb yozdi u. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth 13-mart kuni Pentagondagi brifingda endi
Amerika harbiylari Eronni urushning boshqa har qanday kuniga qaraganda kuchliroq bombardimon qilinishini bildirdi. Shu orada Donald Trump Fox News telekanaliga bergan intervyusida kelasi hafta Eronga qarshi juda kuchli zarbalar berilishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh allaqachon Eronga katta zarar yetkazgan va mamlakatning tiklanishi uchun yillar kerak bo'ladi. Trump shuningdek, zarurat tug'ilsa Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan neft tanklariga AQSh harbiy kuzatuvini ta'minlashini ma'lum qildi. Shu bilan birga u bunday choralarga ehtiyoj qolmasligiga umid bildirdi. Eronning yangi oliy rahbari Mujtaba Xomanaiy 12-mart kuni qilingan ilk ommaviy bayonotida 28-fevraldan buyon AQSh va Isroil Eronga qarshi olib borayotgan urushda halok bo'lganlar uchun qasos olishga chaqirdi. U Eron tashqi tajovuzga taslim bo'lmasligini va'da qildi hamda mamlakat ichida birlikka chaqirdi. Mujtaba Xomanaiy Tehron tomonidan e'lon qilingan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yishni muhim bosim vosita deb atadi. Urush boshlangandan oldin dunyo nefti savdosining taxminan 20% aynan shu bo'g'oz orqali amalga oshirilar edi. U to'sib qo'yish siyosati davom ettirilishini bildirdi. Bundan tashqari Eronning yangi rahbari Fors ko'rfazi mamlakatlarini o'z hududlarida joylashgan AQSh harbiy bazalarini yopishga chaqirdi. Isroil havo hujumi Livanda 12 shifokorni o'ldirdi. Isroilning Livan janubidagi tibbiyot markaziga bergan vayronkor havo zarbasi 12 nafar tibbiy xodimi, jumladan shifokorlar, hamshiralar va feldsherlarning o'limiga sabab bo'ldi. Burj Qalaouyah qishlog'ida sodir bo'lgan hujum mintaqaviy mojaroga sezilarli darajada keskinlashuvni anglatadi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi ushbu zarbani qoralab, bu bir necha soat ichida sog'liqni saqlash sektoriga qilingan ikkinchi hujum ekanligini, undan oldin esa Sovanih qishlog'ida yana 2 nafar feldsherning halok bo'lganini ta'kidladi. Bu haqda aljazeera.com xabar berdi. Tibbiyot xodimlarining nishonga olinishi keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Kuzatuvchilarning bunday harakatlari G'azodagi vayronagarchiliklar namunalarini takrorlanayotganini tasdiqlamoqda. Qutqaruv operatsiyalari davom etar ekan, rasmiylar qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mintaqaviy mojaro 2-martdan beri kuchayganidan buyon Livanda qayd etilgan 773 ta o'lim holati ichida kamida 18 nafar feldsher halok bo'lgan. Zo'ravonlik tarqalishda davom etmoqda. Hizbulloh Isroil harbiy pozitsiyalariga qarshi javob dron va raketa hujumlarini amalga oshirmoqda. Eron esa Isroil shimoliga qarshi raketa kampaniyasini davom ettirmoqda. Hizbulloh yetakchisi Naim Qasim guruh uzoq davom etadigan qarama-qarshilikka tayyorligini bildirib, hozirgi vaziyatni mavjudlik uchun kurash deb atadi. Shu bilan birga Isroil shimoli Eronning klaster raketalari tahdidi ostida qolmoqda. Bu esa yuqori Galiley mintaqasidagi infratuzilmaga jiddiy zarar yetkazadi. Mojaro 3-haftasiga kirar ekan, xalqaro gumanitar tashkilotlar o'zaro o't ochish chizig'ida qolgan tinch aholi va tibbiyot xodimlarining xavfsizligi borasida xavotirlarini bildirmoqda. Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon raketa uchirdi. Kecha 13-mart kuni Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon noma'lum raketa uchirdi. Bu haqda Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, raketa Shimoliy Koreya hududidan uchirilgan va dengiz tomon yo'naltirilgan. Dastlab u noma'lum snaryad sifatida qayd etilgan bo'lsa-da, keyinchalik u ballistik raketa ekani aniqlangan. Janubiy Koreya harbiylari raketa uchirilganidan so'ng uning parvozini kuzatib borgan. Xabarlarga ko'ra, raketa uchirilgandan ko'p o'tmay Yapon dengiziga tushgan. So'nggi paytlarda Pxenyan tomonidan raketa sinovlari tez-tez o'tkazilayotganini mintaqadagi xavfsizlik masalalari bo'yicha xavotirni kuchaytirmoqda. Bir muddat oldin Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat dengiz flotini yadroviy qurol bilan jihozlash bo'yicha topshiriq bergan. Kuzatuvchilarning fikricha, bunday sinovlar Koreya yarimorolida keskinlikni yanada oshirishi mumkin. Janubiy Koreya va Yaponiya harbiylari vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan.